Bugun biz siz bilan hamma narsa soxta bo'lgan, hashamat va boylik ortidan quviladigan ulkan bir jamiyat ichidagi eng beg'ubor inson haqida gaplashamiz. Lev Tolstoyning Anna Karenina asari deganda ko'pchilikning ko'z oldiga xiyonat, ehtiros va fojia keladi. Ammo bu asarda zulmat ichidagi chiroq kabi porlab turgan bir qahramon bor. Bu Konstantin Levin. Levin kim edi? U hashamatli shahar hayotidan, aslzodalarning bir-biriga yolg'ondan tabassum qilishlaridan charchagan inson edi. U o'z qishlog'iga, tabiat qo'yniga qochdi. Nega bilasizmi? Chunki u soddalikni, tozalikni yaxshi ko'rardi. Bugungi tilda aytganda, u dabdaba orqasidan yugurmadi. Oddiy dehqonlar bilan birga yer haydadi, o'roq o'rdi, mehnat qildi. Mana shu oddiy mehnat ichidan u hayotning haqiqiy ma'nosini topdi. Atrofdagi hamma insonlar baxtni pulda, mansabda yoki taqiqlangan his-tuyg'ularda deb o'ylashayotgan bir paytda Levin baxtni qalban toza bo'lishda deb bildi. U xato qildi, adashdi. Hatto hayotdan umidini uzish darajasiga ham bordi. Ammo u baribir yorug'likka qaytdi. Chunki uning yuragi toza edi. U o'zining soddaligi, beg'uborligi bilan jamiyatning chirkin qoidalarini yengib o'tdi. Keling, bir lahzaga o'zimizga savol beraylik. Bugun biz yashayotgan dunyo o'sha asrdan juda uzoqqa ketdimi? Yo'q. Bugun ham atrofimizda hamma narsa ko'rinish uchun, ijtimoiy tarmoqlardagi soxta layklar va qarsaklar uchun qilinayotgandek. Go'yoki sodda va beg'ubor bo'lish bu zaiflikdek tuyuladi. Ammo aslida eng katta kuch mana shu soxta dunyoda o'zligini yo'qotmasdan, oddiy va samimiy bo'lib qola olishda emasmi? Levin bizga shuni o'rgatadiki, baxtga erishish uchun dunyoni hayratda qoldirish shart emas. Baxt har tong pokiza vijdon bilan uyg'onishda. Baxt yaqinlaringga sadoqatli bo'lishda va halol mehnat qilishda. Agar siz ham hayotda chalkashib ketgan bo'lsangiz, shaharning shovqinidan, odamlarning soxtaligidan charchagan bo'lsangiz, Levin kabi o'z ichingizga, qalbingizga va tabiatga qayting. Ezgulik va tinchlik aynan o'sha yerda. Lev Tolstoyning eng samimiy va sevimli obrazi. Kanalimizga obuna bo'ling va fikringizni izohlarda qoldiring.